Oho, tugatilmagan vazifalar juda ham ko'p-ku. Muhammad Amin, mana bu vazifani bugun tugatib qo'yish kerak. Mana bularni ham. Aytgancha, bizga nazariyan biladigan odamlar ko'p, lekin menga o'z kasbini mutaxassis kerak. Nega har safar eng oddiy ish menga qiyin tuyuladi? Nimaga boshqalar yechayotgan masalalarni men qaytadan o'rganishga majburman? Vaqtida o'rganmagan bilimni narxi shunchalik qimmat bo'ladi. Qaniydi menga yana bir marta qaytadan o'qish imkoni berilganda edi. Muhammad Amin. Talabalik yillaringni uyquda o'tkazma. Dars ham tugaydi, semestr ham tugaydi, hatto universitet ham tugaydi. Lekin bugun sen ololmayotgan ta'limning o'rnini ertaga hech narsa to'ldira olmaydi. Hammalaringiz buni eslab qolinglar. Darsni davom ettiramiz. Men kelajakda afsuslanadigan talaba bo'lmayman. Men bugundan harakat qilaman. Chunki ertangi muvaffaqiyatim bugungi qarorlarimdan boshlanadi. Kelajak tasodifan yaratilmaydi. U har kuni qabul qilinadigan qarorlar bilan quriladi. Har bir dars, har bir kitob va har bir o'rganilgan bilim sizni maqsadingizga bir qadam yaqinlashtiradi. Toshkent gumanitar fanlar universiteti. Biz nafaqat diplom beramiz. Biz fikrlaydigan, mas'uliyatli va raqobatdosh mutaxassislarni tarbiyalaymiz. Chunki bugungi talaba ertangi jamiyat bunyodkori. Toshkent gumanitar fanlar universiteti ta'limga sarflangan har bir daqiqa kelajakka kiritilgan eng ishonchli investitsiyadir.